Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti hamda Germaniya Federativ Respublikasining ta'lim va hunarmandchilik fondi o'rtasida o'tgan yili imzolangan anglashuv memorandumi bo'yicha uchrashuv tashkil etildi. Muloqot jarayonida yuk va yo'lovchi tashish haydovchilarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Uchrashuvda mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarida Yevropa ittifoqi standartlariga muvofiq yuk va yo'lovchi tashish bo'yicha professional haydovchilar tayyorlanib, ularning Germaniya mehnat bozorida vaqtincha faoliyat yuritishlarini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Yangi tahrirdagi memorandumga ko'ra, ushbu yo'nalishdagi 3 tomonlama hamkorlik muddati 2030-yil 31 dekabrga qadar uzaytirildi. Bizning dastlabki o'zaro hamkorligimiz juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu sababli biz memorandum muddatini 2030-yilgacha uzaytirishga qaror qildik. Kelgusida esa ko'plab o'zbekistonlik haydovchilarni qayta o'qitib, Germaniyada ish bilan ta'minlashni maqsad qilganmiz. Shuningdek, ba'zi jarayonlarni O'zbekistonning o'zida amalga oshirish haqida ham o'ylayapmiz. Mazkur hujjatga ko'ra, Germaniyada ishlash istagida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolar vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarida D va SE toifalari bo'yicha haydovchilik kasbiga o'qitiladi. Haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritgan nomzodlarni SPH West GmbH fondi tomonidan tanlangan vakillar va ish beruvchi kompaniyalar amaliy imtihondan o'tkazadi. Muvaffaqiyatli o'tgan haydovchilarga tegishli sertifikatlar topshiriladi. Nomzodlardan esa nemis tilini B1 darajasida bilishlari talab etiladi. Boshlang'ich etapda hozir 50 nafar fuqaroni 25 nafarini Samarqand viloyatida va 25 nafarini Andijon viloyatida o'qitish bo'yicha kelishib oldik. O'qishni biz fevral oyidan boshlashni reja qilganmiz. Hozir barcha hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni boryapti. Hamkorlarimiz yana boshqa kasb, hunar mutaxassislarini ham tayyorlash bo'yicha vatanparvar tashkiloti negizida hozir o'zlarining taklif va fikrlarini bildirishdi. 14 ta hududimizda mana shu nemis tilini o'qitish bo'yicha ham litsenziyalar olganmiz va nemis tili ham bugun fuqarolarimizga vatanparvar tashkilotida o'qityapmiz. Ma'lumot uchun 2025-yilning oktyabr oyida o'zaro hamkorlikning birinchi bosqichi doirasida 100 ga yaqin avtobus va yuk transporti haydovchilari Germaniyaga yuborildi. Joriy yilda esa yana 200 nafar haydovchi yuborilishi belgilangan.